zang, o'ydim, sho'r, chang, o'rik, gilos, shaftoli, danagli mevalardagi klaster asparagos barglarini teshishga bo'lib qolishi, ya'ni sepkil tushishi, toklarda uchraydigan tamstoy qurti. Hurmatli kuzatuvchilar, xuddi men singari faqat dam olish kuni tomorqasiga yoki mevali daraxtlariga qarab dori sepadigan dehqonu mirishkorlarga, tomorqachilarga manfaatli bir video tayyorlayapman. Hozir toklardagi, ya'ni uzumdagi mildiyu, zang yoki bo'lmasam o'ydim, sho'r, chang deyiladi yoki bo'lmasam antraknoz kasalligiga, qolaversa o'rik, gilos, shaftoli, danagli mevalardagi klaster asparagos barglarini teshishga bo'lib qolishi, ya'ni sepkil tushishi yoki urug'li mevalardagi asosiy uchraydigan parsha, olma, nok, bexidagi yoki bakterial kuyish. Bundan tashqari mevalarda uchraydigan toklarda uchraydigan tamstoy qurti yoki bo'lmasam archalarda uchraydigan archa unsimon qurt va hokazo bir nechta zararkunanda, hasharot va kasalliklarga qarshi universal retsept asosida mana hozir ishlovlarni amalga oshiraman. Sizlarga birma-bir ko'rsatib o'taman. Mana bu Capside Plus fungisidi, zo'r fungisid. Agar buni topishda qiynaladigan bo'lsalaringiz, buni o'rniga tarkibida kaptan bo'lgan tankap ekstra yoki tiafanat metil bo'lgan metnat yoki tarkibi sipranidil bo'lgan erit kabi fungisidlar yoki dizol, 5 star extra shunaqa fungisidlarni topishlaringiz osonroq bo'lsa, ular ham bo'laveradi. Bu fungisiddan 10 litr suv hisobida 30 gram, bu 25 litrlik pachok, biz 20 litr suv olamiz. Demak, 30 gram bo'lsa 60 gram bundan. Hamda sho'r kasalliklari deymiz, bu har xilda sho'r deyiladi, aslini olganda aydin kasalliklariga qarshi Eurofol fungisididan 10 litr suvga 5-7 gram, 20 litr suvga 10-15 gram hisobida olinadi. Mana hozir 5 gramdan chiqishimiz 10 gram oldim va yana 5 gram olaman. Kam 15 gram bo'ldi. Endi bundan tashqari Abamet tarkibida Abamectin 1.8 bu archa unsimon qurtlariga, bundan tashqari pomidordagi zankanaga, uzumlardagi namatkanasiga yoki shirincha, shira deydi ko'pchilik va hokazo nomlanadigan zaryadlarga qarshi 10 litr suvga 10 gram hisobida, 20 litr suvga 20 gram hisobida dorilar eritiladi. Va bundan tashqari tarkibida ikkita ta'sir etuvchi moddani saqlagan Floprid Plus, ya'ni flonikamid hamda acetamiprid, bu tomorqadagi shira, oqpashsha, oqqanot deydi ko'pchilik. Bundan tashqari turli zararkunandalarga qarshi yuqori samarali tizimli, ya'ni sistemli insektisid hisoblanadi. 10 litr suvga 10 gram, 20 litr suvga 20 gram bundan ham eritib olamiz. Eritib sepish jarayonini sizlarda ham e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, tomorqasida mana shunday nima dori sepsam bo'ladi deb o'ylanib turgan tanish do'stlaringizga videoni yuborib, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Manfaatli video tayyorlagan bo'lsak, bizni